kelyapsiz, to'g'rimi? Yo'q. Xo'p, ertalab Qoraqal'a yo'lga chiqqanimni asosiy sababi hamma taniydi, ko'pchilik taniydi, Kosmos Bro degan, ya'ni Nodira degan singilchani bugun tug'ilgan kuni YouTube kanalida 100 ming obunachi bo'lganda, kumush knopkasi kelgandi. Keyin mendan so'ragandi, knopkamni chiqarib yuboring, BTSdan deganda, "Yo'q, knopkangiz qolib ketgan, 20-chilarda chiqarib yuboraman" degandim. Kelayotganimdan ham xabari yo'q. Hozir ketib olib telefon qilaman, keling deb shu knopkasini beramiz bugun. Berganda keyin ko'rasiz, emotsiyasini ko'ramiz. Qanaqa bo'ladi? Mendan ham ko'p qiziqib ketgan. U ana kutyapti knopkasini. Adashmasa 2 oydan beri kutyapti. Berib. Soat rovna 19:30 ga arkni yoniga bo'lsangiz agar sizga sovg'a beraman deganlari uchun yugurib keldim ukam bilan. Men asliga Sirdaryolikman. Lekin Buxoroda katta bo'lganman. Lekin admindagi YouTube'dagi adminim вообще уже tilim aylanmayapti. YouTube'dagi admin akayam qanaqa qilib bilmayman, Sirdaryodan, ikkalamiz bitta joydan. Ko'ramiz nima sovg'a ekan, ketdik. Kelgan, turishni qaranglar. Tabriklaymiz, happy birthday. Rahmat, assalomu alaykum. Podarkan zo'r. Arzikan, muhragan. Qancha kutdingiz kelishini? Boshlaganimizdan beri kutaman. Bismillahirrohmanirrohim. Mani qo'limmas bo'g'im qadar. Bismillahirrohmanirrohim. Ana Kosmos Bro. Eng dahshat sovg'a shu bo'ldi. Aytganidek, biz proyektlarda knopkasini olsak, o'zimiz qayerda bo'lishdan qaytganimizda o'z qo'limizdan olib beramiz. Qizig'i 20-chislog'a keladi degandilar. Aldagandimda shuning uchun. 20ni kutyapsiz. 20ni kutib yo'tim. Aldab qo'ydim, knopka 20-chida keladi deb qo'ydimda. Tabriklaymiz. Katta qiz bo'ling. Rahmat.